Assalomu alaykum qizlarjonlar. Hozir biz aglonema gulni 2 olamiz. İchiga penoplast soldim. Bu penoplast degani televizorlarda yonboshdan chiqayotgan narsani istasangiz tosh solishingiz ham mumkin. Oddiy va oson qilib ko'rsataman. Ichida perlet, vermikulit, asmakot bor. Mana asmakotlarim shunday turibdi. Shunaqa narsalarda ekan men. Mana asmakot. Asmakot mana shu bo'ladi. Asmakotga solsangiz hech qanaqa vitamin solishingiz shart emas. Bu tushib ketdi, shuning uchun ekib qo'ymoqchiman. Juda ham chiroyli sort. Uchalasini bitta qilib ekib qo'yaman. Tomirlari baquvvat, saviyani ko'proq tuproqni sovurib qo'yaman. Ozgina olib tashlaymiz, chunki ko'p baland bo'lib ketibdi. Buni qo'yishimdan sabab havo aylanishi uchun. Mana ko'rib turganlaringizdek, o'ziga mos, tomiriga mos gulni tuvagi tanlaganman. O'zini tuvagi, ya'ni shu kelgan tuproqda birga. Shunday qilib oddiygina ekamiz. Qiyin joyi yo'q. Buni salqin joyga olib qo'yamiz. Iloji bo'lsa, agar domda tursangiz, hammomga olib qo'ysangiz, juda ham salqin joy bo'ladi, zo'r bo'ladi. G'ildilarini urasiz yaxshilab, chunki nimaga desangiz, tuproq joyiga tushish uchun. Yaxshilab ildizlarni ichiga tushadi. Shoshilmasdan ekiversangiz ham bo'ladi. Bundaqa shalpayib qolganlarini olib tashlang. Qizlarjonlar keyin aytishadiki, gulimni bariga sarg'ayapti deydi. O'shani tegmasliklaringizni so'rayman. Chunki birinchi chiqqan barik doim sarg'ayadi baribir. Siz istasangiz, istamasangiz sarg'ayadi. U qo'rqmasangiz ham bo'ladi u narsadan. Hech narsa qilmaydi. Mana shunday qilib urib ekib oldim. Yaxshilab oralariga tushirdim. Xudo xolisa, hozir shalpayib qoldi, chunki bu tepadan tushib ketdi. Tepadan tushib ketganligi sababli mana shunaqa hozir ko'rinishda kelyapti. Xudo xolisa bu ertalab o'ziga keladi. Mana tuvagimiz mana shunaqa. Mana shunday qilib ekib oling. Tuproqni bemalol qo'yib olsangiz bo'ladi. Yengil tuproq bu, cho'kadi suv quyganingizdan keyin. Juda ham yengil tuproq, havo aylanishi ham zo'r bo'ladi va gullaringiz ham zo'r oziqalandi mana. Bugungi videolarim shulardan iborat. Kelgusi videoda uchrashguncha Allohga